Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Ben Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Dunyanın hər qaysı joylarında 27 yanvar Yahudi qırğınçılığı xatırlanayotgan bir paytda 2. Dünya urushi mezgilidagi Yahudi qırğınçılığından aman qalğan şahidlarning dunyoni Uyg'urlarni qırğınçılıqdan qutuldirib olishga chaqirishi chet el matbuotlarida va turli ijtimoiy taratqularda intayin zo'r ta'sir qo'zg'adi. 27 yanvar kuni bo'lsa Yahudi cho'ng qirg'inchiligini xotirlash kuni bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1945-yili Sovet Qizil Armiyasi Polshadagi dunyoga mashhur Auschwitz nazi kampidagi Yahudilarni qutqizgan 27 yanvar kunini irqiy qirg'inchilikqa uchraganlarni xotirlash kuni qilib bekitgan edi. İkinci Dünya urushi mezgilida butun Yevropada yashayotgan 9 million Yahudining 6 millionga yaqini Hitlerning Nazi Germaniyasi tarafidan vahshiylarcha qirg'in qilingan. Bularning ichida 1 million 500 ming nafari kichik bolalar bo'lib, o'lgan 6 million Yahudining yarmidagida xuddi hozir mustabid Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlariga o'xshab ketadigan Nazi kamplarida hayotidan ayrilgan edi. Bu navbatlik Yahudi cho'ng qirg'inchiligini xotirlash faoliyatlarida Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganlik masalasi muhim mazmunlarning biri qilingan bo'lib, Uyg'ur erkinligi uchun Yahudi harakati nomli tashkiloti tarafidan 28 yanvar kuni tarqatilgan qisqa videoda ayni vaqtdagi Yahudi qirg'inchiligidan aman qolgan va yoshlari 80 dan halqagan haqiqiy shohidlar so'z qildi. Ular so'zida munolarni dedi. Biz Yahudi qirg'inchiligidan aman qolg'uvchilar. Bizga bunda qirg'inchilikning ham bizga ham boshqalarga qayta yurgizilmaydiganligi va'da qilingan. Biroq bugun Xitoyda 1 milliondan ortiq odam faqatlik kimligi sababidan lagerlarga qamaldi. Ularning majburiy emgak, tibbiy tajriba obyekti va ishki a'zo atkazchiligiga qurbon qilinishdagi oqibatlarga duchor bo'layotganligi ma'lum. Ular yana majburiy tug'mas qilish, diniy e'tiqodidan, milliy kimligidan cheklanish qatorliqlarning Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmining faqatli bir qanchasi ekanligini ta'kidlab, Xitoy buni terrorlikqa qarshi turish va yaxshi puhralarni yetishtirish deb baholayotdi. Biroq kishilik huquq organlari buni irqiy qirg'inchilik deb ko'rsatdi degan. Yuqoridagi Yahudi qirg'inchiligi shohidlari yana Xitoy hukumatining Uyg'ur majburiy amgigi asosida zo'r foydaga erishayotganligini eskartib turib, buningga qarshi dast turadigan vaqt keldi. Qayta yuz bermaydi degan ekanmiz, u holda shuningga munosib harakat qilishimiz kerak deb chaqiriq qildi. Mazkur video Twitterda tarqatilgandan keyin olqishga erishdi. Uyg'ur erkinligi uchun Yahudi harakati nomli tashkilot dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni qo'llaydigan Yahudilarning bosh qo'shishi bilan qurilgan bir tashkilot bo'lib, ular Uyg'urlarga yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikka diqqat tortish va xalqaro tarixda bergan qayta takrorlanmaydi degan va'dasiga amal qilishga chaqirish uchun muhim faoliyatlarda bo'lib kelmoqda. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın xalqaralıq 27 yanvar Yahudi cho'ng qirg'inchiligi xotiri kuni munosabati bilan qilgan nutqida Uyg'urlarni faqatli tilga olmasligi chet ellardagi Uyg'urlarning va xalqaralıq kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchradi. Türkiye Radio Televiziya idorasi TRT'da tarqatilgan nutqda Recep Tayyip Erdoğan insoniyatning qiyin bir davrni boshdan kechirayotganligini, hozir dunyoda irqchilik virusining virus yuqumi bilan birga kengayayotganligini aytib, dunyo buningga to'xta deyish kerak dedi. Biroq u xalqaro jamiyat Yahudi qirg'inchiligi, Bosniya, Rivanda va Kambodjadagidek fojialarning qaytlanmasligi uchun harakatga o'tish kerak deb chaqiriq qilgan nutqida Uyg'urlarni faqatli tilga olmadi. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan va yangi tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu bahoga qo'shiladiganligini qayta ta'kidlayotgan. Shuning bilan birga dunyoning har qaysi joylaridagi Yahudi jamoatlari bu yillik 27 yanvar Yahudi cho'ng qirg'inchiligi xotiri kuni faoliyati mezgilida Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini alohida tilga ilayotgan bir mezgilda Uyg'urlar bilan qandosh va dindosh bo'lgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning nutqida Uyg'urlarga qilinayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olmasligi ijtimoiy taratqularda kuchli tanqidga uchradi. Türkiye hukumatining Uyghur masalasidagi pozitsiyasi navbatda ham xalqaro kishilik huquq jamoatining ham Türkiye ichidagi o'qituvchi partiyalarni norozi qilmoqda. 27 yanvar kuni Turkiyadagi Uyg'ur qizi Nursuman Abdurish Turkiya parlamentida İYİ partiyasining yig'iniga qatnashib nutq so'zlagan edi. Yig'in ahvoldan naq maydon tarqitishi qilayotgan parlament televiziyasining dal Nursuman Abdurishga kelganda tarqitishni kesib o'tishi kuchli norozilik qo'zg'agan edi. Nurg'un kuzatuvchilar bu voqeani Turkiyada hokimiyat beshida turayotgan navbatdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi hukumatining Uyg'ur masalasiga tutayotgan pozitsiyasining yorqin ifodasi deb baholadi.
Dünya Uyghur qurultiyining raisi Dolqun Aysa əpəndim 28 yanvar günü Avropa Demokratiya Fondi tərəfindən ötküzülgən mətbuatlarning Uyg'urlar uchrayotgan zulmini anlatishda o'ynaydigan roli degan temadagi to'ri yig'inida qilgan so'zida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining besim va tahditlariga pisat qilmay Uyg'ur xalqi uchrayotgan turli zulmlarni xalqaro jamoatchilikka anlatishda intayin muhim rol o'ynab kelgan BBC boshchiligidagi jasur g'arb matbuotlariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytish bilan birga yana bir qism dunyo matbuotlarining bo'libmi islom allari matbuotlarining Xitoyning besimi, yolg'on tashviqoti va yolg'on uchurlar orqali qaymoqtirishi bilan yana shundaqla o'z hukumatlarining cheklamasi bilan Uyg'urlarning zulmga va irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganlik masalasida hozirgacha sukut qilib turayotganligini, hatto Xitoyning puliga setilgan ba'zi chet el matbuotlarining axborotchilik axloqiy va prinsiplarini bir chetga qayirib qo'yib, Xitoyning soxta tashviqotiga moslashib berayotganligini tanqid qildi. Avropa Demokratiya Fondi tərəfindən ötküzülgən bu qitimqi yığınğa Dolqun Aysa əpəndimdən başqa yana Türkiyədə tonulğan jurnalist Nevşin Məngü, İtaliyalik tonulğan jurnalist Giolina Pompili xanımlarını söz qilishqa təklif qılındı. Dolqun Aysa əpəndim sözünün beşida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqqa qarta rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Nevşin Məngü xanımı qilgan so'zda Turkiyada hukumatga yaqin ba'zi matbuotlarning Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarni qasddan ko'rmaslikka selib sukut qilib turayotganligini tanqidladi. İtaliyalik jurnalist Giulia Pompili xanım yig'inda qilgan so'zda chet el matbuotlarini Uyg'urlar masalasida jasur va dodil bo'lishga, axborotchilik axloqiga qattiq amal qilib, Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarni dunyo jamoatchiligiga fosh qilish uchun boshlamchilik va yetakchilik rol o'ynashga chaqirdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining butun Sharq Turkiston miqyosida boshlatgan Mike Pompeoni kurash qilish harakati orqali Mike Pompeo degan bu sharafli ismni bilmagan birmi Uyg'ur qolmadi. 19 yanvar Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgandan keyin Xitoy hokimiyati 20 yanvar Trump hukumatining Pompeo boshliq 28 nafar xodimiga jazo e'lon qilib qolmay, Sharq Turkiston xalqining qadrli do'sti Mike Pompeo apandimga qarshi umumyuzlik tashviqot urushi boshlatgan va Sharq Turkiston miqyosida Mike Pompeoni kurash qilish to'lqini qo'zg'agan edi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda boshlatgan Mike Pompeoni kurash qilish harakati shu darajada razillashdiki, bir qancha kundan buyon atalmish Xinjiang televiziya stansiyasi qatorliq asosli Xitoy matbuotlari har sohadagi Uyg'urlarni Mike Pompeo apandimga til haqorat yog'dirishga qistab kelmoqda. İntayin g'azablandim. Xinjiangning taraqqiyotidagi zo'r o'zgarishlarni Pompeo bilamdi. U ko'rib baqqanmi? Uningdan so'rab beqishimiz kerak. U bir yolg'onchi, yana kelib bir sharmanda. Ondaq odamning gaplari yolg'onchilik bilan to'lgan, hech qanday pakiti yo'q. Shunga biz o'rnimizdan dast turib, uni echib tashlab, uningga qarshi qat'iy kurash qilishimiz kerak. Pompeoning sapsatillari haqqoniyatning kuchida jazman axlat tövisiga supurib tashlanadi. Pompeo tarixning la'nat to'rikiga mangu qattiq mixlanadi. Tumanlagan kishilar uningga la'nat o'qiydi, sesq nomi mangu qoladi. Pompeo ko'zni paqirtib turib yolg'on so'zladi. Uning deganlari butunlay qalayimqon joy deganlik. Xinjiangdagi har millat xalqiga yomon g'arazli haqorat qilganlik bo'lib, g'arazi to'limi razil. Ba'zi chet ellik analizchilar Xitoyning yuqoridagi chokini qilmishlarini ig'ir darajada masxara qilish bilan birga, bu kommunist Xitoy hokimiyatining naqadar razil, naqadar axloqsiz va naqadar pastkash bir hokimiyat ekanligining jonliq o'rnikidan iborat deb qarashmoqda. Dal buning aksicha 19 yanvar kunidan e'tiboran chet ellardagi butun Uyg'urlar Mike Pompeo apandimni ezilgan Sharq Turkiston xalqining eng sodiq do'sti deb e'lon qilib, turli ijtimoiy taratqularda uningga bo'lgan cheksiz hurmat va minnatdorliklarini ifodalab kelmoqda. Dünya Uyghur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimmi bu munosabat bilan qilgan tabrik so'zida Mike Pompeo apandimning sharafli nomi chet ellarda elib berilayotgan milliy kurash tariximizning batlaridan oltin harflar bilan o'rin og'usi deb ko'rsatgan edi. Ko'k osmon studiyasining film ishlaguvchisi Javotmir apandining bir qo'lliq ajr bilan yo'riqlikka chiqqan Hadamni izlash yo'lida nomli hujjatlik film yaqinda oxirgi tahrirlashdan o'tib, dunyoning har qaysi joylarida qo'yilish oldida turmoqda. Bu filmda asosli qilib Sharq Turkistonda 2017-yildan boshlab yuqori pallaga chiqqan zo'r ko'lamli tutquni asosliq orqa ko'rinish qilingan. Bo'libmi Xitoylar bilan hech qanday o'rtoqligi bo'lmagan Uyg'urlarning navbatda bir butun millat sifatida yo'qotish obyekti bo'lib qolganligi. Ana shu xil bostirishlarni tashqi dunyoga anglitishga kuch chiqarayotgan shaxslardan biri bo'lgan Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi Roshan Abbosning ovozini o'chirish uchun Xitoy hukumatining chekidan oshgan yo'lsizlik bilan Roshan xonimning vatandagi hadisi doktor Gulshan Abbosni ko'riga ilishda qabihlikni ijro qilayotganligi ko'p taraflama shaklda bayon qilinadi.
Filmda buningga misol qilingan markaziy shaxs Urumchidagi pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktor Gulchan Abbos bo'lib, butkul filmning bayonlari uning tutqun qilinishini cho'rdab qanot yoydiriladi. Filmda nuqtaliq o'rin egilgan Gulchan Abbos 2018-yil aprelda Ushtimtida g'oyib bo'lgandan keyin uning hech qanday izdirki bo'lmagan. Oradan 2 yil o'tganda ondan uning tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan. Hech qanday siyosiy ishlar bilan bog'lanishi bo'lmagan hamda allaqachon pensiyaga chiqqan bir doktorning, yana kelib butun suruq bir insonning tutqun qilinganligidek eng aqalli paketdan xabardor bo'lishining o'ziga mushuncha vaqt ketgan bo'lib, hozirgacha izdirki bo'lmagan minglagan 10 minglagan lager tutqunlarining taqdiri haligacha noma'lum holda turib kelmoqda. Filmda ana shu orqa ko'rinish ostida shuningdek Gulshan Abbosning lagerga qamalganligidan boshqa hech qanday uchurni bilish mumkin bo'lmagan ahvolda uning Amerikadagi singlisi, Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbos Amerikadan Kanada, Turkiya va Avstraliyaga, shuningdek Yevropadagi har qaysi davlatlarga hadisining uchurini to'plashga, shundaqla Uyg'urlar haqidagi haqiqatni tepishga yo'l oladi. Uzunga so'zilgan hamda ko'p davlatlarga chetilgan bu qitimqi safarni yeb uchiqgan holda filmda lager shohidlarining kechirmishlari, faoliyatchilarning Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarni tashqi dunyoga anglatish tirishchanligi va har qaysi sohalardagi Uyg'urlarning his tuyg'ulari orqali Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixi, navbatdagi umumiy ahvoli, ularning qanday siyosiy va ijtimoiy krizislarga duch kelayotganligi, navbatdagi lagerlarga qamalgan millionlarcha Uyg'urlar hamda majburiy emgakning qaysi darajaga yetganligi, chet ellardagi Uyg'ur muhojirlarining tashvish va umid oralashib ketgan hayoti o'xshamagan nuqtalardan tasvirlanadi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlardagi ming anglagandan bir ko'rgan a'lo degan tamsilda aytilgandek bu orqali filmda bir butun Uyg'ur jamiyatining navbatda davlat terrorizmi va saqchi davlatining nazoratida qanday shaklda mavjud bo'layotganligi jonliq va tushunishlik bayon qilinadi. Bu jarayonda har qaysi sohadagi siyosiylar, analizchilar, faoliyatchilar, muxbirlar, professorlar va mutaxassislarning o'xshamagan nuqtalardan ahvol tonishtirishi, shuningdek film ko'rinishlari bilan bakma moslashgan holda kirishtirilgan Uyg'ur muzikasi orqali Uyg'urlar haqidagi ko'plagan qo'shimcha uchurlar tomoshabinlarning tushanchisini texmo cho'nqurlashtirib mangadi. Film ishligichi Javod Mir apandi yaqinda o'tkazilgan mazkur filmni tonishtirish muhokama yig'inida qilgan so'zida o'zlarining mushundaq bir filmni ishlashda oldi bilan o'zlariga butunlay notanish bo'lgan bir xalq haqida izlanishdan ish boshlaganligini, bu jarayonda o'zlarining haqiqatning haqiqiy yuzini ichish ko'rsatish degan nishon bo'yicha bir-biridan butunlay farqli bo'lgan turli bayonlar ichidan oxiri chilliqning kartinasini sizib chiqqanligini, bu vaqtda cho'nqurlab izlangan sari ashu milliy turkumga tava g'oya sursandagi kishilarning o'ziga xos diniy e'tiqod tufaylidan 2-dunyo urushidan buyanqa eng zo'r lager sistemasiga qamalganligini to'nib yetganligini alohida sharhlab o'tdi. Xitoy tarafning o'tgan yilning oxiridan buyon Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazayotgan lager qurbonlari yaqinlarining iltimoslarini qabul qilishni rad qiluvchi namoyishchilarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. 12 yanvar kuni Istanbul valiy mahkamasi namoyishchilarning 4 nafar vakilini chaqirtib, Xitoy tarafining ularning iltimosini qabul qilishga ma'qul bo'lganligini aytib, ulardan namoyishni darhol to'xtatishni talab qilgan. 13 yanvar kuni Uyg'ur namoyishchilar Xitoy konsulxonasi oldiga namoyish qilishga borganda soqchilar ularni to'sib olib, majburiy qaytarib o'tgan va namoyishchilardan o'zlarining talab va iltimoslarini yozma shaklda hozirlab, Istanbul valiy mahkamasi orqali Xitoy elchixonasiga sunishni talab qilgan. O'tgan yil 21 dekabr kuni boshlangan Xitoyning Istanbul konsulxonasi oldidagi norozilik faoliyati Turkiya jamiyatida va xalqarada borgan sari kuchli diqqatga sazovor bo'lib kelgan. Xitoy konsulxonasi namoyishchilarning iltimosini qabul qilishni izchil turda rad qilib kelgan edi. 27 yanvar kunigacha Istanbul valiy mahkamasidan bu vaqtda hech qanday xabar olinmagan namoyishchilar yo'qolib ketgan urug' tuqqanlarini izlayotgan Turkiyadagi Uyg'urlarning 5199 parcha iltimosini ilib Xitoyning Istanbul Sariyerdagi konsulxonasiga borgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy taraf Istanbul valiy mahkamasiga bergan va'dasidan yana bilib ularning iltimosini qabul qilishni rad qilgan. Uyg'ur namoyishchilarining vakili bu munosabat bilan Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida tövendagilarni bayon qildi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugün 1 ayının 27'si 2021. Biz Xitoy elchixonasininki aqsiga chekinib, bo'ldi biz iltimoslarni qabul qilaylik degan so'zi bilan qisqa vaqtning ichida 14-sta 1 ayning 14-stadan hozirgacha bo'lgan araliqda 5199 ta dosya bizning qo'limizga ulaştı. Bu bir tarafdan vatanimiz qarindoshlarımızdan qanchalik darajada ezilayotganligini ko'rsatib berdi qarindoshlar. Eng muhimi mushu ahu zarni birilarininki oltin talab qilyapti bizdan qarindoshlar. Bizga mushu dosyalarni ishinib teslim qilgan qarindoshlarımizdan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Biz qarindoshlarımizga omonatni mana bu yerda bir talmi dosyani Xitoyning qo'liga topshirmadik. Xitoy zaten bugün yana iltimoslarimizningki ommaslik bilan o'zini o'zi dunyoning oldida rezil qildi. Bu bir davlatga berilgan so'zdi. Bu so'zini tutmadi Xitoy. Endi bundan keyin Xitoyga
iltimos sunamiz, uni buni qilamiz deb hech avar olmaymiz. Bundan keyin bir narsa uchun kurash qilamiz. Ashadagi qarindoshlarimizdanki o'zgurligiga, ya'ni o'rligiga erishish uchun kurash qilamiz. Xitoyga iltimos deganni qayta berdik. Xitoy buni o'zi talab qildi. Xitoyningki Turkiyadagi elchisi bizga bersin, biz hal qilamiz dedi. Bersak unimidi? Bizningki anqat Beijingdagi Turkiya büyük elchiligimizga bu, elchixonamizga bu shu gapni qildi. Bersak yana unimidi? Oxirda biz meshada 17 kun turgandan keyin yana akasini olamiz degandan keyin yana akasak shu yana olmadi. Buni mushu Xitoy qarindoshlar. Shuning uchun bundan keyin oilamizda darhol qo'yib qo'ymaycha biz bu kurashdan to'xtamaymiz. Meshadagi qarindoshlarimizni hech qaysimiz tashkillamadik qarindoshlar. Bularning hammasini o'ziniki shu qarindoshlariga bo'lgan sevgisi, o'sha qarindoshlariga bo'lgan vijdoniy vazifasi chiqdi. Va bundan keyin qarindoshlarimizga bir-birimizni mushunda quchoqlaymiz. Agar oramizdan bir tal qarindoshimizdan beshig'i bir ish kelsa, biz hammamiz shuni shu bo'lamiz. Emetni tutganimiz emet olamiz. Semetni tutayotganimiz semet olamiz. Xitoyniki bundan keyin bizni bo'zaq qilishiga hergiz yo'l qo'ymaymiz. Qarindoshlar, uyg'unayli. Biz tik turgan bo'lsak, Xitoy mayli majburiyat ustidan bo'lsin, mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, oqsiq bir qadam chekinish majburiyatida qolgan. Ammo buni mangu bunda bizni aldab ketolmaydi. Bizni faqat 10 kun oldigan bo'ldi. Ammo biz 10 kunning ichida hergiz jim turmadik. Nima ish qildik? Bu 5199 dosya qo'limizga ulashdi. O'sha qarindoshlar kechini kunduz ulab, o'sha dosyalarni tayyorladi. Soat 3dan keyin soat 3:30dan kech soat, etgan soat 4:30gacha bolalarni hech qaysi uxlamadi. Va buning qarshiligida hech kim talab qilmadi. Qarindoshlar, bu Uyg'ur millatidan so'yingsanglar uni to'tiqma Uyg'ur millati o'lmadi. Va Xitoymi? Xitoyning josusini saga bog'labdi. Biz hiçbir zaman ölmedik. Bizden üyelik qarindoshlarimizni öldürüp tüketenmeyse. Peki şeterlik qarindoshlarimiz, şu qarindoshlarimizni unutib qolganimiz yok. Ve sanatın mı, Xitoydan mı, başka nersini talep qilmadik dege. Biz fakat özünün kanunda bergan huquqdan mı bir joyga qayirib qo'yib turib, bechora Uyg'ur xalqimizni depsendi qilib, oyoq osti qilib, xalqini o'ltirib, xalqini ish yorganini elib, xalqini depsendi qilgan. Biz bunun uchun yarışmaymiz bu dünyada. Bunun uchun kelmedik. Bu obro'yimizni tiklash uchun bütün kuchimizni vujudda kurash qilamiz. Mustabid Xitoy hokimiyati butun Sharq Turkiston miqyosida boshlatgan Mayk Pompeyoni kurash qilish harakati jarayonida qilcha ornimiz qilmasdan hatto Qur'ondagi oyatlarni naql keltirgan va Sharq Turkistonda diniy vaziyatning normalligini, Uyg'urlarning diniy haq-huquqlarining to'liq kapolatga ega ekanligini ta'kidlagan edi. Ammo Sharq Turkistondan kelgan ba'zi uchurlarda Sharq Turkistonda dinga ishonmaslik va dinni inkor qilish tashviqotining hil ham izchil davom qilayotganligi oshkorlandi. Masalan, Erkin Osiyo radiosi 27-yanvar topshirib olgan bir inkosda 2016-yildan buyon Sharq Turkistonda masjidlar keng ko'lamda cheqilib, diniy zotlar asosan degudek turmalarga tashlanib bo'lgandan keyin lager ishchi sirtida dinga ishonmaslik va dinni inkor qilish tarbiyasi ilib berilganligi ham bu tarbiyaning hil ham davom qilayotganligi qayd qilingan. Muxbirning telefonini qabul qilgan soqchi xodimlari bu tashviqotning hil ham davom qilayotganligini dalillagan. 2017-yili to'rlarda taqalgan korliga oid bir hukumat uqtirishida aholilardan qo'llaridagi Qur'oni Karim va jay namozlarni darhol hukumatga topshirish talab qilingan edi. Ayni chog'da Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining korliga qarta ilib bo'lgan aniqlashlari davomida korliq qora yo'lg'indagi bir soqchi xodimi o'z tavalligida Qur'on va jay namozlarning talto'kisi yig'ilib bo'linganligini dalillagan. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi muxbirlarining 27-yanvar kuni Turpanning Chatqal yesiga qarta ilib bo'lgan telefon ziyoratlari davomida bir kanit soqchisi o'zi mas'ul kanitdagi 9 masjidning 8-ning cheqilganligi va birsining omon qolganligi, buningmi faqat meyd yuyish uchun saqlab qilinganligi va kanitda ichiladigan partiya yoki yig'inlarining mushu masjidda ichilayotganligini oshkorladi. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dünya Uyghur qurultayyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər pируграммисini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.